Toshkentga borsam, Toshkentda ko'tingda ayiraman, tushundingmi? Menga qara. Biletingni qo'shib qo'shib qo'yaman beraman. hozir. Mazang Toshkentni o'zingning qo'shmay mazang bo'lmasa. gapir, e'tibor. Sen kimsan Toshkentda? qo'shmay Sen gapir, kimsan вообще? Hech qayerda hech kim Men emassan. seni qochirib qo'yaman, e'tibor. Kimsan seni? Kimsan? Ko'rmadingmi bo'yda? Sen hech kim Bo'yda emassan. ko'rmadingmi? Sening hurmating hech qayerda yo'q. Idin naqsh sanga. Sening hurmating hech Idin qayerda naqsh sanga. Men seni Sen hech kim bo'lmagansan. Sen Hurmatimga o'rgatmayapsan. Sen bor Menga o'rgatmagin. Men seni qochirib qo'yaman. Turishing paxta. Sening turishing shu. Shoshmang, brat. Shoshmang aka. Sen az bilan kelishing, az bilan vest kelishing. Odilga nima tashlayapsiz? Yo'q, eko bir xil, eko bir sort. Kamil, nechi vest qiladi? Odilxon gapirmay turing. Yo'q, hozir ayting, 60 uraman deding, 60 urushaman deding. Nechi vestda ushmoqchisan shunisiga ayt. Sen qara, Kamil sportsmensan. Men bitta dalboyobman. Dalboyob bilan sportsmen ursinchi, sportsmenni dalboyob urib qo'yishi mumkin. Men senga aytayapman, bu sening TikTok emas. Ko'tingda ayib tashlayman shu kletkaning ichida. Mazangni qochirib qo'yaman o'ga o'xshab. Bo'pti. 5000 dollar yutug'ing bor. Agar meni ursang 5000 Odil ikkita edi-ku meni, ikkita oyog'imdan tarsda ikkita edi, men izlab yurdim. Keyin qo'ling sinib ketdimi? Kamil aka, qayerda qo'ling sinib ketdimi? Komil aka, shoshmang, brat. Aziz nimani izlaydi? Qaranglar, necha kiloda? Shuni kelishinglar, tashamanglar bir-birlaringga, chiroyli. Menga emas. Mana bu предложение 10 mingga yuzib tashlayapti. 10 mingga предложение qilsin. Xo'p. Yuzib tashlayapti. Agar men sen yo'qsa sportsmen bo'lib, menga Odilxon vest tashlasa, menga po'xu 5000 dollar olaman, solishaman. Mol ham kletkaga kirsa, o'sha sportsmen bo'ladi. Qalbamisan, eshakmisan, kim bo'lsang ham kletkaga kirsang, sen o'sha avtomatik sportsmen bo'lasan. Aziz. Vizib tashladingmi? Davlat uchatqi gapingga. Estinglar. Odamlar xalqning oldida atchat gapingga. Kamil karate, Gapga turolmasang, Azizxon. ko'tingni qisib o'tir. Bitta gapiray, bittaga 80 kilo qila olasizlarmi ikkallaring? Ha, men o'zim 70 bo'lsam, nima men yana unga o'xshab mol bo'layapman? 10 kilo ololmaysizmi? Bu 20 kilo tushsa. 10 kilo ololmaysan. Men 20 kilo vest tashlab boraman sen oldinga. Bu 100 kilo. 100 kilomi? hozir. 102 kilomi? 102 kilomi? Davay chiq. Voy, Duxin yetami? 80 kiloga. O, sen kallang bor. Bilaman, mollarda kalla yo'q, miya yo'q mollarda. Ularga Sardor molcha gapir, tushuntirib qo'y, molcha. qarang Komil aka, lekin bu 70 kiloga tushib kela olmaydi ikki dunyo bu sen. Men bilaman. Tushib bora olmaymanmi? Men quvvatim qolmaydi. Tusha olmaydi. Zapataloy 85 ga tusha olaman, 85 ga. Bo'ldi, mana molga molcha tushuntirib qo'y, 80 ma 80. Bular jigarlarim, chiroyli gaplashinglar. Chiroyli men. Bular chiroyli gapirolmaydi bular. Mana men Kamil yomon so'zga gapirganim yo'q senga. Mazgi yo'q. Mazgi yo'q-da. Ularda mazgi yo'q deydi, mazgi yo'q deydi. Senga gap yo'q, Kamil, sen zo'rsan. Zo'r bo'lmasa kallanga tarmagan bo'lardi. Zo'rsan sen, zo'rsan. 85 ta urushasanmi Kamil 85 ta? Urushaman. 5000 dollar mana shuncha odamni vallohi 5000 beraman yutsang. O'zim shunday o'chitda borib konferensiyada men Ana shu 5000 dollar deb og'zingga bitib og'zini ochaman, tanish og'zingga tiqaman, siqqincha bo'ldi. Kamil aka deydingcha tiqaman shu 5000 dollarni. Bo'laveradi. Bo'laveradi. Bo'ldi. Bo'ldi demakchi o'shib 100 dollarlab og'zingga tiqaman. Demak, sentyabr kelishdinglar, o'sha 85 ta farqi yo'q, urushasizlar, to'g'rimi? Davay. Ha. Hozir taroziga chiq, qancha 100 kilomisan, qancha tashlaysan, davay. 102 kiloman hozir. Danima 110 kilo edim, 8 kilo vest tashladim. Ha, 80 yozyapti, 80 yozyapti, 80 deyapti. 80 ga men tushalmayman, realni men sen urushda tushalmagan 80 ga tushasanmi? 85 ga men tushaman. Va'da beraman 85 ga tushamiz. Komil aka qarang. Men ham sportsmen emasman. Odilxonni shouga bitta boruvdim. 115 kilodan 100 kiloga tushdim. 15 kilo vest tayladim. Juda qiyin bo'ladi vest taylash. Uni o'zingizdan bilasiz. Sizlar vest tashlashlar mazalan qochib qoladi. Tashlamaysizlar. Vest olish oson. Yeysiz, maza qilasiz, vest olasiz, lekin taylash qiyin-da. Bu 20 kilo tashlaydi. 15 kilo tashlaydi. Tashlaymi? Davay. Mana vesaga unchilar uji men mana qo'lim xilla yaxshi bo'ldi, gipsini olib tashladim. Bo'ldi, 5 ta olinglar. Haqiqat bo'lsa, men qo'yaman, o'zimning profilimga qo'yaman mana shu narsani. Xalq tomonidan. Odilxon,
Давай. Show Time'da ikkinchi sonida Kamil Hadi. Karate, Kamil. Abidxon Hadi, Yunusov, qo'limni o'p. boy. O'p. Davay, ketib bosinglar. Mush beringlar, mujiklar, davay. Mana. Gap yo'q. Malades. Zo'r. Mana. Kamilni Interpolda qo'xtarib yurmasa bo'ldi endi. Kamil Aziz, qaytib og'ilxonaga tiqilib olasan, og'ilxonaga tiqilib Oyoqni o'p olasan. endi. O'p qo'limni. Sen jinnixonaga Bo'ldi, kelishgan bo'lsanglar xursandman. Kelishdi. Men so'kishib o'tirmoqchi emasman, to'g'risi. Baqir chaqir kerak emas. Hammalarini ko'rganimdan xursandman. Kamil og'a sizni ham yaxshimisiz, yomonmisiz? Musulmonsiz og'a. Xolasangiz gapimni duxga chiqaring, boshqa deng. Yoshim kichkina, karyerangizni hurmat qilaman. Siz bilan tirishtok zo'r bo'lgan, zo'r bo'ladi ham. Vse. Bo'ldi. Demak- Qo'lni bosdik. O, mana mujikcha so'z bu. Mujikcha gap bo'ldi. O'zi Bir-birini odamzod hurmat qilish kerak. Bir-birini. Faqat amyalida hollarda emas. Arzu-parzularda emas. Mujiklar bir-birini hamisha hurmat qilish kerak. Ha, duh haqida menga Odilxon- gapirmanglar, men duxim. Arzu, mana ko'ryapsan, Kamil Karatedan Aziz salgina uruvini pastligini his qilib, pul taklif qilyapti. Agar seni 5 o'rningda ming boshqa beryapti. inson, yana seni o'rningda boshqa inson bo'lganda Arzu, haqiqatdan ham avtoritet olmoqchi bo'lsa, haqiqatdan ham shov qilmoqchi bo'lsa, Azizni mehnati evaziga bir 10 ming dollar pul berib, oktagonga kirib urishardi. Senga o'xshab uruvini emas insonga, "Va, men urishaman, men bilan ham luboy urishni xohlaydi." Chunki meni uruvinim baland, meni hamma taniydi. Sen hech kimsan. Shuning uchun sen bilan urushmayman. Kim? Misolda mana Arzu degan bola. Mana Arzu Urdimku, ko'rdingmi? Kamil urdimku pidarazni press konferensiyada soldimku bilan. Gips qo'lim bilan bilan. O sizlarning qo'llaring faqat yosh bolalarga yetadi, urushni bilmayishlarga yetadi. Menga U Zaybal. Oy, sen ham meni yosh bolam. Yaxshi bola, Arzu ham Mazelni muomalalari qochaman. zo'r. Prosta ikkalasi kelishmaydi-da. Kuchsizlarga shu napadat qilasizlar. Menga Mana napadat men- qilgan, press Yep, konferensiyada yep, press mana. Kamil Karate sizga bitta ogohlantirish berib qo'yay. Press konferensiyasini o'zida yo bir kallaysiz, yo bir mushiysiz. menim kallamga bir tekkasa burni ham basharasi pachiq bo'lib qoladi. Ko'ramiz. Pachiq Bu bo'lib qoladi. chista trishtok, akalar. Bu chista trishtok. Qani bir odamlar mazza qilsin, o'zimiz ham Ana zerikmaylik. Kamilga yana 1000 dollar tikayapti kerak bo'lsa. Bo'ldi, Mana. sentyabr ko'rishamiz. Endi Aziz estet mana men o'zimdan urvini kattalarga pul berib urishyapman. Aziz estetga ham 5000 dollar pul beraman deyman, lekin Aziz estetda o'zi puli ko'p. Bochaka Hadi, qilasiz. Puli ko'p. Davay. O'zini puli ko'p. Shuning uchun Davay. sportivniy interes u ikkoviga. Mana mana o'n yo'q buni. Taqilatib ham 30 sekundga yaramaydi bu. Aziz estetni ham bir ko'ring. Yezib tashlayman. Keyin jigarim qanaydi deb yurasan jigaringni. Kamil menga o'qam o'tmaydi desanaver. Ladepanga meni ko'rsang bu senga TikTok emas. Akalar, o'ylab ko'r. akalar, O'ylab ko'r. Keyin Bitta ertaga gap ayting, ogohlantiring. Misol, endi yoshim sizlardan ancha kichkina meni, lekin mana 2017-2018 dan beri MMA ichida, trishtok ichida yurgan bo'lsam, hammani oldida ushaman, davay deyiladi-da. Yo travma olib qolib, yo travma olib qoldim yoki bo'yi atmen bo'lib qoldi, boshqa deb kelmay qolish holatlari bo'ladi. Bu chista show. Yutish yutqizish emas, bu yerda vesiz kichkinaligini ham hamma ko'rib turibdi Kamil. Realni sentyabrga ikkalanglar show time'da bir chiqish 5 ta oldinglar-ya, bu travmadan boshqadan Bo'ynidan baylab olib kelaman men buni. sen og'ilxonaga tiqilib yashinib olasan. Kamil keldi. Kamil O'zbekistonda. Men qo'lim siniq bo'lsa ham, oyog'im uzilib ketgan bo'lsa ham men boraman men. Va'da berdimmi, boraman men. Aytayapman-ku, molxonaga yashinib olasan, chiqmaysan. Men kelganimni eshitib yashinib olasan. Qara. Ashirda urib seni xushingdan ketkizib, qoshlaringni qirib jo'nataman Rossiyaga. Kamil O'zbekistonga kelyapti, Kamil. Qo'y. Aziz xon nima Qoshlaringni qildi? qirib jo'nataman. Qochdi? Ha. Aziz qochdimi? Kamil 85 ga chiqsa, ey, Odilxon. O Aziz faqat Kamil 85 ga chiqdi, ursa bor-ku. 30 sekund turaman men buni. 30 sekundda. Qarang, u bu chiqishi shart emas, vesini ko'tarishi, suv, ovqat yeyishi shart emas, bu o'sha vesida turaveradi. Prosta 85 ta urishga soglasiy beradi, xolos. Noto'g'ri tushunmang buni.
Ha, Nima qochib yurasan qilamiz ekan-da, endi men bunday qilib olaman ekan, qochib yurilaverar ekan, atrof muhitda. Ha, Aziz o'zi shunaqangida, shu faqat balabollik qiladi shu TikTokda, boshqa narsaga yaramaydi-da. Qo'lim ancha Ha, bilaman. qondi hidini sog'indi-da. Basharasi rosa egallaydi-da bu qo'l. Nima Bittudor deydi? hayot egallar, tamom. Ha, Do'stlar, bilaman. do'stlar boy bo'ladi. Paxta u, bilaman, paxta u. Sentyabr oyida oz qoldi. Mana bir Aziz, oy Aziz qoldi. paxta, ha, o'sha, ha, shu Kamil, TikTokda. Kamil karate bilan Misho. Azizxon UFC. Juda ham katta shou bo'ladi. Mana Maza. urushsam arziydi-da. Ha, Bu ham o'zi arzimaydi, lekin nu mayli. U qaysi qishloqqa ketibdi tushunmadim. Men pul berib urushyapman. Ular men bilan bepulga urushaman deyapti. U Urgutga qochib ketibdimi Aziz? Voy bilan. Kecha kuni kecha kuni ana o Dubaydagi akangiz nima Urgutda dedi? kim bor ekan uning? Voy eshak. Odilxon. Labbay. Dubayda akangiz nima dedi? Ana rossiyalik palonchi bilan ham urushaman desam, Aziz seni bepulga ham urmaydi, ular 50 ming dollarga urushadi dedi-yu. Kim? Rahmat Botye. Botye tog'o. Bo'pti, gaplashamiz. Dubayda O'tyo aka bor. tog'o. Ditto aka. Bu aytdi-yu Ditto. boyagi. Bayis bilan urushaman dedi. Sraz aytib qo'y, jigarlar. dedi. U Bu aytdi, 50 Aziz ming dedi, 50 ming dollar bersang, seni urishdi, seni urib qo'yishdi, u o'ylab ko'radi dedi. Ularni urushga Jigarlar, chiqishi kommentariyaga bapesh deb yozib qo'yinglar, bapesh. Kimki urushmoqchi bo'lsa, qizig'i yo'q, oddiy fuqaromi, boshqami 5 ming beradi, men ham urushaveraman. Vesini qizig'i yo'q onasi deski, 160 kilo bo'ladi. Aziz, 190 kilo bo'ladi, vesini qizig'i yo'q. nima 5 ming dollar 5 gonorarim. mingga nima tiqilib olding? Boshqa gapi Yutsam, yo'qmi? yutmasam 5 ming dollar beradi, chiqib urushaman. Mazang Lekin men uni 5 mingga tiqilib olding uncha. Ara 5 ming beraman, sevetingda pulini ham to'lab qo'ygin. Men bilan gaplashganda seveting o'chmay tursin. Alo. Ha shu yana shu-da, shu Bo'ldi. gapi shu, Biz boshqa eshitmani O'rtada Sardor aka ikkalamizmiz xudo xolasa. nasib bo'lsa. Omma Yomon Kamil hayotingda yemagan Yomon bo'ladi, kantilar Odilxon. yeysan tashlab. Aziz, Hayotingda ertaga tursang, bu tushamas. Bu tushamas. Kamil, o'rningda turib uxlab qolganmisan? Tika turgan joyingda uxlaganmisan? Sardor Qanday aka, o'ylabsan, bu Aziz aka, tushamas. Kamil aka, bitta gap ayting. Lichna Aziz aka xafa bo'lsangiz ham aytaman shu gapda aka. 70 ga 30 ham 80 ga 20 beryapman. 80 Kamilni yutishi, 20 sizniki. Chunki bu chista sportsmen, bu eski karatist. No, chista show bo'lar ekan endi. Yutish yutqizish Allohdan. Qani nima bo'ladi? To'ppa-to'p. Odilxon. Men sportsmenga tashlab solishaman deydi. U bittani u nima desam, tortib keladi-ku, dasturxonga tortib keladi. Deset mягкий tort bor-ku, mягкий. Bitib og'zingga solsang erib ketadi, bilmay qolasan. Nimaning torti ekan bu deb o'ylab o'tirasan. Yana bitta losh kelib Lekin Komil aka, eshiting. deb Любой sohada ham raqibni mensimaslik 90% mag'lubiyatga olib keladi. Hech qachon unutmang. bularning nimasini demaysiz? Bu Любой sohada ham. pustoy slova bo'lsa. Kamil. Yezaman. Raqibni mensimaslik. Ho, Mensishga arzish kerak. bunday uraman, O'tga. qara, Kamil seni. Mana, men Kamil. Yana shu TikTokning anaqasimi? Eski hunarmi? Kamil. Men u Kamil. Kamil. Ey, kerakmas endi Kamil aka chiqmay qolsa-chi. Qurboqqa o'xshab vaq deysanmi? Qurboq qansini yurganyapsanmi? Texnik Kamil, askisini azdi ham. bu versga ishonma. Bu holatimga ishonma. Havoda yuraveraman. Havoda yuraveraman. Jigaringni yezaman borki, voy Kamil aka nima qilib qo'ydingiz, akajon deb o'tirasan-ku. Kamilda oyog'i kuchli. Men ko'rganman, Odilxon bilan boyda oldida ko'rganman. O'g'di Yuzga ayog'i. aytaman. Kamilda oyog'i kuchli. Tez oyog'i. Bitta desa bo'ldi. Azizda beramiz kosmosda. Qachon pastga tushadi ekan Azizxon deb. Kamil. Shunaqa uraman, yoshliging esingga tushadi. Va bular charchamaydi, Sardor aka bular. Shunda uraman bor-ku Aziz.
izlab yurasan qordingning ichida qaysi qayerda edi deb joyma-joy izlab yurasan. Oshqozonim qayerda edi, ichagim qayerda edi deb izlab yurasan. Azizda ham texnika kuchli. Aziz anavi Yo'q, rukopashnik. Azizda nima bor? Til bilan, til, faqat boshqa eshitma yo'q u. U faqat yeyishni, ichishni biladi, tamom. Boshqa eshitma bilmaydi. Til boyagi bolada bor edi Arzuda. Endi Azizda til bormi yo'qmi bilmayman. Unaqa demanglar. Nima bo'lsa o'ziga o'zi javob bersin. Aziz, Amir anu mashita turgan nuqtangni o'chirib qo'yaman, shu peshiningni nuqtangni o'chirib qo'yaman. o mana ikkinchi qoshingdan ham uzilib qolma yana. Nuqtangni o'chiribman. O'zi bitta qoshing ba'zi bitib turibsan, yemalaklab turibsan. Bunisi bu ikkinchisi ham hozir o'chadi. Do'stlar, mana shu zapislarni olganlar unutmanglar, bu seryozni bo'ldi. Sentyabr oyida Kamil Karate bilan Azizxon UFC boy Showtime'da. Showtime'da bo'ldi. Sheyman sen o'sutdan shunaqa so'kaman. 3200 ta odam adresini, lokatsiyasini izlab yuramiz, keyin og'ilxonalarda Aziz qayerda ekan deb. Shunaqa balabolligingni aytaman, agar kelmasang sentyabr shunaqa so'kaman, ashitdan turib. Sizlarga qaraganda menda duh bor, menda labz bor. Bo'ldi. Bo'ldi. Tamoli. Gap yo'q. Ko'rasizlar. Azizni o'zim olib Gap boraman. yo'q. Qochasizlar. Men onasizga boraman, Sardor. Aytayapman-ku, u halim aytayapman, TikTok emas bu, sizlarga TikTok emas. U joy. Bo'ldi. Pampersning yaxshisidan olib kelinglar. Bo'ldi. Qaranglar, boshqa bahona chiqmaydimi? Aziz aka, sizda boshqa bahona, Kamil aka sizda boshqa. Kattalar gapirganda sen qisib o'tirib ko'ching. Chiqmaydimi shunda? Boshqa hech qanaqa bahona yo'qmi? Aniq-a? Yo'q. Yutsa 5000 haloli bo'lsin. Yutsa 5000 haloli bo'lsin. Turishing 5000 bo'lsa oson ekan-ku. Oy, 5000 dollar ishlab olib, kayf qilib keyin boramiz. Senga og'ir tun bo'ladi o'sha kuni. Ishanu nuqtalaringni chiqarib yuboraman, ishanu. O bunning qichiq ekan, bunning to'g'rilayman. Nima degan deyapti? Operatsiya qilgisi yotmaysa, bunningni to'g'ri qilibman. Batil emas senga. Men batildan oldin ham urush yurgan odamman. Batil aytasan, o'zing urushib yurgan, ishonmay ketyapsan-a. Familga shitib aytyapsan. urushib yurgan odamman, men batildan oldin ham. Kamil, Shanur, mazi yoshligingda senga tushiraman. Ha, aytayapman-ku, Kamilga mana shu deb aytdimmi deb keyin Sanasi faqat do'stlar u yopiq jang bo'ladi, muxlislar kirmaydi. Yopiq jang bo'lgani uchun sanasini menga pul tikoringlar. Faqat sanasini baislar o'sha yoqqa boradigan ishtirokchilar biladi xolos. Sanasi ham aytilmaydi, joyi ham aytilmaydi. U yopiq bo'ladi. Chunki juda ko'p odam kelib ketadi. Chunki men Azizni shunday qilaman, u ichak qovoqlarini izlab yuradi qornida. Bunga ko'p vaqt ketadi. Bo'lmasa o'zingizlar ehtiyot qilinglar. Hammanglar sog' bo'lsin. Charcharinglar. Azizxon ertalabgacha uyg'onsang izlab ko'r. Zapislarni. Bu tush emas bu. Real bu, real. Sulov berding. Real bo'lyapti. Keyin qochma keyin. Shanu samolyotga ilashib olmasang bo'ldi, uchib ketadigan samolyotga. Izlab yuramiz. Dalbayobsan. Gapirilgan gap do'stlar, gapirilgan gap mana gap joyida qoladi. Xudo xolasa hech kim hech qanaqa bahona o'tmaydi. Hech narsa to'xtatib qolmaydi. Jang belgilandi, bo'ldi, shu. Jang belgilandi. Odilxonda Anosda Showtime'da bo'ladi. Ko'rasizlar xudo xolasa. Qo'qonda qo'tag'i sinsin, biz Amir Temur avlodidamiz. Bizdan qo'rqadigan insonlar chiqmagan. Yo osti yo usti. Ya o'zing tushunyapsan, men nima deyapsan? Bir gaping foydasi yo'q. Nima demoqchisan bu gaping bilan? Seni 1 sekund kerak bo'lsa bizga yaqin, menga yaqin, senga 30 sekundda uraman deyapman. 30 sekundda seni mazenda qochiraman deyapman. Senga yana bir aytayapman, bu sening TikTok emas, u realniy bo'y bo'ladi. Realniy bo'yga men kirmoqchiman sen bilan, Kamil. Bizlar Amir Temurning Tavba, bir gapingni bilib gapir. Ochiq insonlar chiqmagan, Kamil bizni tuxumimizda yeydigan inson. Toza Amir Temur, men toza Amir Temur avlodiman. Men toza Amir Temurning Senlar hech kim toza Amir Temur avlodidan emassan. Mana men toza avlodiman. Men Chingiz avlodi, men hamma xalqning Chingiz avlodidanmisiz? Ana o'zimizni Chingizxon voyn bo'lgan.
Qozoqlar, qirg'izlarning bo'yni bo'lgan. Amir Temur ham bo'yin bo'lgan, hammasi. Menda deyapman, hammani. Chingiz bilan. Bilmasangiz bilib qo'ying, Qashqadaryo viloyati Yakkabog' tumanida Amir Temur bobomiz dunyoga kelgan. Tug'ilgan joy, kindik qoni oqqan shu yerda. Tushunyapsizmi? Amir Qashqadaryoda Temur tug'ilgan Amir Samarqandda Temur. tug'ilgan. Amir Temur bizning bobomiz Samarqandda Abi toza tug'ilgan. Kamil Karatti devona bo'pti, tamom. Buni ahlini o'zim kiritaman, indamay tur. Bu satrasini bo'lgan. O'zlaring atvishat qilinglar, o'zlaring. Kamil Chingiz efirda ekan. Uni nima qilamiz uni? Zapsi chiqsaydi ertaga montaj bilan kulardim bor. Ha, uni chikkin-makin qilib yeymizmi uni? Yo'q, bor. Ertaga agar shu zapsi chiqsa maza qilardim. Chaqir, bugun chaqiringlar. O'ziga ding etib Chingizni rasmi chiqib ketsa. Kamil Chingiz efirda ekan. O kim o Chingizi? Chingiz tanilmaydi. Bu auditoriyada bizni yana bir sizlar, Odil, sen borku. Qozoqlarni, qirg'izlarni xafa qilyapsan. Shu kulguling bilan. Chingiz deyapsan. Chingiz o voyn bo'lgan, Chingizxon. Ya o'zimizni Chingiz bor, nima qilmanglar, unaqa o'zimizni Chingiz gapiryapmiz. O'zimizni Chingiz bormaydi, chichqoq Chingiz bor. O qozoqlar ko'rsa, ana unda allergiyasi bor Odilxonning. Qo'rqadi qozoqlarni ko'rsa bit. Billa, Uyg'onda ham Kamil Karatti Qozog'istonga yaqinda har oy o'tib kelaman. Realni boru. Qozog'iston qaytib o'tib kelsan, bitib yashirinib yurasan-ku, qozoqlar ko'rmasin meni deb. Meni qarab poylab yuruvmiding? Sen bilasanmi, izlaganimda qayerda qochib Benete, bu degan gaplarni gapiray. Bir menga tashiysan, bir bunga tashiysan. Uyat bo'lib ketdi, bile. Kamil, sen uyalgan shuncha odamni oldida qayta tashiyverasan, deb kerak odamga bo'lsang, ekung bir baqira bo'lsang. Nima Kamilxon yaqinda tez kunda Odilxonni ham boyi bo'ladi. Tayyorlanyapti. Yaqinda boy bo'ladi. Kim bilandir chiqadi Odilxon. O hammaga ozib ketganimni qarang. Bilinyaptimi aka? nima o'zingga eng aniqlar o'zingga o'xshaganni izlab yursanmi? Ha, sen zo'r, Kamil. Umuman gap yo'q, sen zo'r. Aka, gap yo'q. Zo'r bo'lmasa Gap yo'q. Zo'r tepada faqat. Odilxon, men tepadaman, menga qo'yib bering buni, menga qo'yib bering bu Kamil. Aytayapmanki, ekungga 1 sekundda uxlataman. Shunaqa uraman, bir umr satrasina bo'lib o'tib ketadi, borib. Tishingda ham urolmaysan, o'ngingda ham urolmaysan. Aziz tirnoqdan boshla. Pampersning zo'ridan kiyib qo'y ekung ham, Pampers. Ha, bila, buni gapi tugamaydi. Sardor aka, Joni sog'. ko'rganimdan xursandman. Aziz aka, bavorim. Kamilxon, bavorim. Toshingni ter bor, toshingni ter. Davman. Voy bala. Aziz, keyin yig'lab yurmang bo'ladi. keyin. Tegirjon tog'a, siz ham tirikmi? Tegir legenda. Tigir tog'a, bemalol pul tiko'rasiz, men hech ham sharmanda qilmayman. O'zbek xalqini hech ham sharmanda qilmayman. Sharmanda qilmaysan, men lekin sharmangdan chiqaraman seni. Ko'rasan. Ishmasan, Kamil. Bironta bir mashhurroq O'rningga insonlar turib bormi nimadir sohadan bo'lsa ham, efirimizda kimdir bir artistlarmi, bir qo'shiqchilarmi yo sportsmenlarmi yana bir mashhurroq el xalq taniydigan insonlar bormi yana? Shu 3000 insonning ichida qani kim bor? Bizdan boshqa hech kim yo'q. Kamil, bo'yinga ko'proq ishlama. Urganimda kalling og'darilib ketishi mumkin. Seni urushganimni bilganimdan endi men zalga bormasam ham bo'ladi, uyda kayf qilib o'tirib, yeb yotsam bo'ladi. Sen bilan urush uchun trenirovka kerak emas. Qiyin, Kamil. Sizga aytinglar, kesin kostyumga qo'shaman. Sardor chaqiryapti. Sen bilan urush uchun prosta kayf qilib dam olib ko'chaga chiqib quyoshning tagida zagarat qilib yotsam bo'ladi. Hushingdan ketib qolganda eding, bir urganimda. Sen urushni bilsang urasan-da, urushni bilmasan, aytayapman-ku, sen faqat TikTokda urushni bilasan. Kamil aka, lekin zo'r bo'ladi. Ikkalaringda ham auditoriyalaring keng, xalq taniydi, zo'r bo'ladi. Chotki boy bo'ladi. Nima bo'lishidan qat'iy nazar, elu xalqqa qiziqadigan jang bo'ladi. Tushunyapsizmi? Zo'r bo'ladi. Sardor men bilan chiqsa bo'ldi. Senjon, Men 30 ga bir yaxshiroq tushga oling oldim.
Kamil, menda duh вообще vagon. Men Seni 20 TikTokda ming seni duh vagon. 20 ming dollar bermasa hech kim bilan urushmayman. 20 ming dollarga urushaman. 20 ming dollarga urushaman. Chunki men bilan urushgan inson populyarni bo'lib ketadi. 20 ming dollarga urushaman kletkada. 20 ming dollarga urushaman. Kim bor endi? Kamil 20 ming dollarga urushidan. 20 ming dollarga sponsor bo'lish kerak. Keyin Sardor Brandasining jigarini ezish kerak. Zo'r bo'ladi. Ha. Seni bepulga ham urib qo'yaman, Kamil. Tishingda urasan faqat bepul. Aytibman-ku, shu tishingda bitib urmoqchi bo'lasan, urmoqchidan tishingda ham urolmaysan-da, ha. Bepulga ham urib qo'yaman seni. Bir so'm Ikkalalaringni ham ikkalalaringni ham men boylaringni ko'rganman, Azizni ham boyni ko'rganman ko'zim bilan. Siz Odilxon bilan urushgan paytingiz birinchi qatorda ko'rganman. Bilmadim. Bu yerda bo'ladi-da. Az ko'pincha qo'li zo'r ishlaydi, sizda oyog'i zo'r ishlaydi. Zo'r bo'ladi. Men ham ko'rganman, Azizxonning ko'p boylarini ko'rganman. Qizlar bilan urushib, TikTokda YouTube qo'yganlarini ko'rganman. Zo'r urushadi, lekin qizlar bilan zo'r urushadi. TikTokda cho'tka urushadi. Ko'p boylarni ko'rganman. o'zingga taslim ber, u bola nikto deb turib. Duxingni ko'tar. Duxingni ko'tar, Kamil. O sen duh nimaligini oldin, duh nimaligini oldin kechgaga kirib bilib ol. Keyin menga duh haqida gapir. Men kletkada u bilasam, Kletkaning ichiga kirib, qo'lingni sindirib 2 minut urish, keyin menga duh haqida gapir. Aziz boyagi bola, boyagi qiz bor-ku, 13-14 million podpischiga bor. Karishami, Karinami degan qiz bor, Karishchadan kelgan. Ayollarni ko'tarib borib, odamlarning oldiga prikol qilib videolar qilib, bilasanmi? Komil aka taniysizmi yo'qmi? nima bilan? Bugun ulandim shu bilan. Bugun ulandim. Shuni ulansam shu, dedim onasini. Uning saytida 100 ta 200 ta kiradi, sizlar bilan kirsa 10 ga ko'p podpiska keladi. Yo, odami ko'p emas ekan efirda, lekin anons ko'p ekan, podpischiki. Podpiska ko'p. O Sampo bilan bitta efir qildi, Sampodan keldi. Sen bilan qildi, Aziz keldi. urib tashlaydi. Ha, urib tashlayman, og'alar, sizlar qo'rqmay stopga qilib. Hozir bu podpischiklar bor-ku, 1 minutda anaqasi o'zgaradi. Menga aytadi, Kamil sen zo'rsan dedi, keyin men chiqsam aytadi, "Ey Aziz aka, siz zo'rsiz" dedi. Shunaqangi podpischiklar u ishonch yo'q, garanti yo'q. Aziz soladi, malades. Lekin Aziz qara Aziz, men 5 ketganim duxi yo'q bo'lamas ekan, agar boshqa bo'lganda aytardi, men sportchiman emas, sen kimsan, men urushmayman sen bilan deyardi. Urushyapti, qara, urushyapti. Duh yo'q bunda ham bari, duh Hali yo'q. o'zi ham ishongan yo'q, hali Duh baland. Yo'q, bunda hali ham. Yo'q, hozir qara qizarishni boshlandi o'sha. Nima deyapman? Men qizarganim yo'q, men Sevetda shunday ko'rinyapti. Nima qizaraman men? Voy, Kamiljonga nima deb qo'ydim? Mana, patsanlar. Azaka chiqaring. Ha, buni chachib tashlaymiz, akalar. Ish emas bu, Kamil. Misho. Evet, adim Misho Bironta yo'qmi bironta? Sardor paxta dedi. Paxta men hech kimga qo'ymayman, hech kimga paxta qo'ymaganman, paxta qo'yishimga arzimaydi hech kim. Podpischiklar, erkak bo'linglar, mujik bo'linglar. Prosta duxi bor ekan, aytayapti, davay deyapti. Ko'ramiz deyapti. Azizga imkoniyat beryapti. Chunki Azizni sohasi u emas-da. Bu yoq Kamil akaning o'zining sohasi. Mana men qo'rqmayman chunki mana hozir Kamil aka davay Kamil aka aytsa bo'ladiki, davay battle o'ynayman desa, deyman. Deyman, TikTokka chiqib o'ynayman. Этот, который bilaman. Садилхон Да. Сачете в Бурове как бы мужчина же. Вот с ним будешь драться. Любой bilan. Ular undan keyin, sendan keyin uraman ular. Мне $1 дадут, я с девушками не дерусь, ты успокойся. Oy. Kamildan keyin birdaniga chiqaverasizlar sizlar ham. Dam olmayman. Dam olish yo'q. Men bilan chiqqanda qoshlaring ko'rinmay tursin. O'zim bo'yab qo'yaman, chiroyli qilib bo'yab qo'yaman. Kamil, uri qoshingni qirib jo'nataveraman o'zim samolyotga bilet olib. Qoshimni ko'ryapsanmi? Joyida turibdi. Mujik. Qo'shin olib tashlashingga ham sal qoluvdan batilda Aziz. Ha, bu yomon qoshda bu. Yomon atmaska qildi, qoshdan o'ynadik.
Shunda ular olmayman qoshimda deyapti. Komil aka yomon sal qosa atmosfera qoshingizni qildi. olib qo'yardi siz ham sal qosa olardingiz. Hayotimda olmayman, nima bo'lsa ham. Soqolingizni ham oldi, soqolingizni ham oldi, sochingizni ham oldi Aziz. Ha, soqolini olib tashladim-ku buni men. Kallasini Hey. olaman yaqinda. Sochimni, soqolimni olganlik sababi mana hijama qildim. Mana Endi orqasida ashi bahona endi. Hijama deydi, bahonasi shu endi. Hijamani foydasi zo'r lekin. endi men erkakman-da. Malades. Aziz. Seni hech kim qiz bola degan yo'q. Sen erkaksan. Bitta nima demoqchiman? Bu gapim bilan demoqchiman. Kletkaga kirsang, mana qoshlaringni chiroyli qilib o'zim bo'yab qo'yaman. Sen bilan sen salonchi ekansan-da, parikmaxir ekansan-da. Sen bilan solishganimiz O'zingni- Bo'ldi Aziz, o'zingni- Komil aka, bo'lmasam yaxshi dam Chiqqan olinglar. qoningga bosib qo'yaman. Belgilandi. Hamma patil-matilni bossin, gazini bossin. Davay. Hurmatlasin. Na. Na. O'zingga savol ber, sen kimsanki sen bilan Komil urushadi? O'zingga savol ber, dalbayob. Elu xalq taniydigan inson bular. Sen kimsan, sen bilan urushadi u? Your production business, are you out of it? Diyor Production